Bugun xo'jayinim Shukrona kunlari. Biz ularga surpriz tayyorlaganmiz. Qaynona oyijonim xo'jayinimni yaqin og'aynilari Umar akaga iltimos qilganlar. Umar aka xo'jayinimni bildirmasdan aylantirgan kinolarga, boshqa joylarga olib ketganlar va aynan shu lokatsiyada biza ko'rishimiz kerak. Umar aka xo'jayinimni olib kelishlari kerak. Biz kutilmaganda paydo bo'lamiz va xo'jayinimni tabriklaymiz. Iloyim rejamiz o'xshasin o'rtoqlar. Kuzatinglar. Tabriklaymiz. Ura! Uchun Komolopamdan, UCHKdan Komolopamdan sovg'alar oldik. Birinchisi xo'jayinim yaxshi ko'rgan parfyumlari Amerikadan yubordilar. Baraka topsinlar. Ikkinchisi oyijonga. Oyijonimiz ham xo'jayinimni shuncha dunyoga keltirib, katta qilib berganlari uchun sovg'a bu ham o'zlari bilmaydilar. Oyijon ko'rmasinlar, mana bunaqa chiroyli gullarni ham buni o'zi aslida xo'jayinim zakaz qildi, lekin bu yoqqa kelishimizdan xabarlari yo'q. Uyga zakaz qilib turing, onasi, uyga boraman. Keyin onamni tabriklaymiz dedilar, chunki bizani oilaviy an'anamiz bor. Har yili xo'jayinimdan tavallud topgan kunlarida qaynona oyijonimni albatta tabriklab, gullar beramiz. Ularni dunyoga keltirganlar uchun bu chiroyli gullar Miss Flora Uzdan Foxtree yetkazib berishdi. Rahmat. O'g'il tug'ib berganingizga Allah ketdi. Rahmat. Baxtimizga. Sog' bo'ling. Oyijon. Ha, tashakkurlar deb ochilib yuring baxtimizga. Quvonchli kunlarimiz har doim berbish bilan. Wow. Necha? Nima? Alla se poi. Soddisfetto.